Sahabiler izledin, çaknıgan izzet nuri, Bütken sıkkın idin, hak ıslanın tübuli. Baş egmez kafirga, şiddet bilen akselir, Hemze Halit Musab'dek, şir yürek oğlanları. Mus'ab ibn Umayr. Mus'ab ibn Umayr boy oilada dunyoga kelib, rohat parog'at ichida cho'ng bo'ldi. Uning boy ota-onasi uni ko'z qarchug'idek asraydi. Ayni vaqtdagi eng qimmat kiyimlarni va eng chiroyli oyoqlarni kiygizatdi. U chaqlarda Yamanning oyoqlari eng yaxshi hisoblanadi. Mus'ab shularning ichidagi eng esillarni tanlab kiyatdi. Yosh vaqtida u o'zining kelishgan bo'ybasti va yuqori qobiliyati bilan Qurayshning ichida yuqori obro'yga ega bo'ldi. Makka aqsonaklari uning go'zal axloqi va zehnining o'tkirligini yaxshi ko'radi. Umu ulardan qilcha yiqmaydi. U garchi yosh bo'lsa-mu, Qurayshning yig'inlariga va yig'ilishlarga bemalol qatnasha oladi. Shundaq bo'lg'achqa, ular makkaliklarning ahvollarini, ularning planlarini bilib turish imkoniyatiga ega edi. Makkaliklar orasida Amin deb atalgan Muhammadning o'zini Alloh tarafdan avatilgan jannat bilan xush xabar berguvchi va azobdan ogohlantiruvchi payg'ambar deb jakarlaganligi to'g'riliq xabar tarqaldi. U Qurayshni agar ular faqat bir Allohga bo'ysunmasa va uningga ibodat qilmasa, ularning qattiq azobga qoldiganligi bilan ogohlantirib, iymon etgan yaxshi kishilarning katta savobga erishadiganligini o'tirib qo'ydi. Butun Makkada shu to'g'riliqlar parang bo'ladi. Makka tavrab ketdi. Dakka-dukkada qolgan Quraysh kattalari Muhammadni niyatidan yondirishning usullarini o'ylab chiqishdi. Masxir qilish va nasihat qilishlar qaror kelmagandan keyin ular keng doiradagi ziyonkashlik va dushmanlik faoliyatlarini ilib bordi. Mus'ab Muhammad va uningga iymon etgan musulmonlarning Qurayshning ziyonkashligidan qutulishi uchun Safa tig'iga yaqin joydagi bir uyga yig'ilganligini angladi. Bu Arqamning uyi edi. Anglaganlarning rostligini bilib beqish uchun Mus'ab boshqa Qurayshlarga o'xshashla dushmanlik pozitsiyasi bilan bu uyga qarab mangdi. Uyda u payg'ambar alayhisalomni o'zining sanoqliqli sahobalariga Qur'on tilovat qilib berayotgan, hammadan ulug' buyuk Alloh taolodan qo'rqib, ular bilan namoz o'qiyotgan holatni ko'rdi. Payg'ambar alayhisalom uni qarshi oldi. O'zining muborak qo'lini Mus'abning hayajondan dupildab so'qib ketgan yuragining ustiga qo'ydi. U xotirjamlik hissiyotiga cho'mdi. Mus'ab o'zining anglaganlari va ko'rganlari oldida o'zini to'limi ojiz his qildi. Qur'on oyatlari uningga nihoyat tez va cho'nqur ta'sir qilgan edi. Payg'ambar alayhisalom bilan tunji ko'rishishda yosh va irodalik Mus'ab o'zining islomni qabul qilganligini jakarladi. Ashu tarixiy daqiqalarda Mus'abning o'tkir zehni, qat'iy sunmas irodasi, yuqori nutq qobiliyati va esil mijozi islomning manfaati uchun xizmat qilishga burildi. U islomni qabul qilganda onasidan nihoyat ansirdi. Onasining ismi Xunnas binti Malik bo'lib, Qurayshning ichida alohida imtiyozga ega edi. U mutaham ayol bo'lib, boshqalarni qo'rqitib, ushuqlik qiladi. Mus'ab musulmon bo'lganda o'ziga qarshi chiqishdan ansirgan birdan-bir odam dal uning onasi bo'ldi. Barliq obro'yliq Makka aqsonaklari va ularning dinsizlik cho'nqur yildiz tarqan urf-odat va an'analarga mahkam yopishlishlari uningga nisbatan cho'ngish emas edi. Faqat onasining uningga qarshi turishini sal chog'lig'i bo'lmaydi. Mus'ab tezdan o'ylanib, toki Alloh tarafdan mushu qiyinchilikni hal qilib beradigan bir vaqt kelguncha o'zining islom dinini qabul qilganligini yoshirishni qaror qildi. U Arqamning uyiga doim berib turdi va payg'ambar alayhisalomning suhbatida bo'ldi.
u o'zining yangi iymoniga sodiq bo'ldi va o'zining islomni qabul qilganligining barliq ifodalarini onasidan qattiq yo'chirib, onasining g'azabidan qutulib qoldi. Ammo bu uzunga bormadi. U kunlarda Makkada biror ishni uzun muddat maxfiy tutib yurish uncha oson emas edi. Hammali yerda Qurayshning ko'z quloqlari, bo'sh to'plarda qolgan har bir oyoq izining orqasida Quraysh jasuslari bor edi. Uzun o'tmay Osmon ibn Abu Talha degan odam Mus'abning Arqamning uyiga g'ibida kirib ketganligini ko'rib qoldi. Osmon yana bir qitim Mus'abning Muhammadning namoz o'qiguniga o'xshash namoz o'qig'ini ko'rdi. Ish oydinlashdi. Mus'abning islomni qabul qilganlikdan iborat qo'rqinchli xabar nihoyat tezla Qurayshning orasida tarqaldi va oxiri onasiga yetdi. Mus'ab nima uchun shunday qilganligi va o'zi to'g'riliq nima deydiganligini bilish uchun yig'ilgan o'zining jamoati Quraysh kattavoshlari va onasining oldida turdi. Cho'nqur ishonch bilan nihoyat xotirjam holda Mus'ab musulmon bo'lganligini e'tirof qildi va musulmon bo'lishdagi sababini qilcha uduqmasdan o'tirib qo'ydi. Ondan u musulmonlarning qalbini poklagan Qur'on oyatlarini tilovat qildi. Gerçi musulmonlarning soni oz bo'lsa-mu, ularning qalbi aql farosat, taqvodorlik, haqqoniyat va g'ayrat jasorat bilan to'lg'an edi. Mus'abning onasi o'zining borlig'ini uning uchun qurbon qilgan Amroq o'g'lining eg'izidan chiqqan so'zlarini anglab, g'azabini bosolmay qoldi. Bir tasdak bilan o'g'lining eg'izini besiqtirmoqchi bo'lgan edi. Ammo Mus'abning qat'iy tus olgan chiroyidan yongan nurni ko'rib, uning o'qiyadak etilgan qo'li bo'shliqda pulanlab qoldi. Ehtimol uning o'z o'g'liga bo'lgan muhabbati uni rostilla urushdan to'sib qo'ygandi. Ammo u yanala o'g'li inkor qilib, qo'l uzgan butlarning qisosini olish uchun tadbir qo'llanmoqchi bo'ldi. Uning o'ylab topgan plani texmi qabih bo'lib, Mus'ab uchun aytganda bir necha tasdak yeyish uningga qaraganda hech gap emas edi. U Mus'abni uyining bulungiga akilib bog'lab qo'ydi. Mus'ab o'zining uyida mahbus qo'yilib qoldi. Mus'ab uzungacha bog'liqlik holatda onasi uning Muhammad va u tashviq qilgan iymon bilan uchrashib qilishdan to'sish maqsadida uni kuzatishga qo'yib qo'ygan kuzatchining nazar bandi ostiga tushib qoldi. Gerçi ana shunday azobli kunlarni boshdan kechirgan bo'lsa-mu, Mus'ab hargizmi tavrnib qolmadi. U boshqa musulmonlarning butparastlar tarafidan qattiq azoblarga va zulmlarga uchraganini anglagan edi. Boshqa nurg'unlagan musulmonlarga o'xshash Makkada yashash uningga chidag'usiz darajada qiyinlashib ketdi. Shu kunlarda u bir qism musulmonlarning panohlik va kengchilik izlab maxfiy holda Habashistonga hijrat qilmoqchi bo'lganligini angladi. U darhol bu turmadan qanday qilib qochib, ularga qo'shilg'ili bo'lganligi to'g'riliq o'ylandi. Uning onasi va kuzatchi yo'q fursatdan foydalanib, u g'ibidli qochib chiqdi. Ondan nihoyat tezlik bilan boshqa panohlik izlab mongonlarga qo'shildi. Uzunga qolmay kema bilan Qizil dengizdan o'tib Afrikaga berib oldi. Gerçi Najoshining zaminda tinch va xotirjam turmushdan bahramon bo'layotgan bo'lsa-mu, bu musulmonlar hurmatli payg'ambar alayhissalomga amroh bo'lib, Makkada bila turishga to'liq intizor bo'lib ketdi. Makkadagi musulmonlarning ahvoli yaxshilanganlik to'g'riliq xabar Habashistonga yetib kelgan chaqda Mus'ab Makkaga qaytib ketguchilarning tunisi bo'ldi. Amaliyotda bu xabar yolg'on bo'lib, Mus'ab yana Habashistonga qaytib keldi. U mayli Makkada yoki Habashistonda bo'lsin, o'zining yangi iymonda mustahkam turdi. U faqat o'zining yaratquchisiga yarg'udak ravishda yashalmasligidan andisha qiladi. Mus'ab ikkinchi qitim Makkaga qaytib kelganda, onasi oxirgi qitim uni ko'ndirib olishga urinib, uni yana bog'lab, nazarband ostiga oldiganligini aytib tahdid soldi. Mus'ab agar u shunday qilmoqchi bo'lsa, onasiga hamdamda bo'lgan hammaylarni o'ldirib yetadiganligini aytib qasam qildi. Onasi o'g'lining qat'iy irodasini ko'rib, uning shu qasamini amalga oshiradiganligini nihoyat obdan tushundi.
Ana balalik munosabatni uzib etishni yiroq sanaqli bo'lmaydi. Ashu daqiqalar yetib kelganda bu ana bola ikkalanga ig'ir tuyuldi. Ammo amaliyot uning kufrda mustahkam turdiganligini, o'g'ilning bo'lsa iymonda texim ching turdiganligini oshkorlab berdi. Onasi uni uydan qo'lab chiqarib, uni ta'minlab kelayotgan barliq rohat-farog'atdan qisib qo'ydi va uningga berib xolig'ingni qil, men sening onang emas, dedi. Mus'ab onasiga yaqin kelib uningga: "Ey ona, men sizga samimiy nasihat qilay. Men sizga ko'ngil bo'lyapman. Bir Allohdan boshqa iloh yo'q ekanligiga, Muhammad sallallohu alayhi va sallamning Allohning bandisi va elchisi ekanligiga guvohlik bering", dedi. Onasi: "Oqar yulduzlar bilan qasamki, mening ko'z qarshimni masxir qilsangmi, mening kallam zaiflashib ketgan bo'lsa-mu, hargiz sening diningga kirmayman", dedi. Shunda qilib Mus'ab o'zining uyidan behrimon bo'lib kelayotgan rohat farog'at va baxtli turmushdan ayrildi. Bu yigitning puzur, yarishimliq kiyingan davri shuningdan tortib o'tmishga aylandi. Ammo uning boshqa andishlari bor edi. U o'zining talanti va bor kuchini bilim egallashga, Allohning va uning payg'ambarining xizmatini qilishga, sarf qilishga bel bog'lagan emasmidi? Bir necha yildan keyin bir kuni Mus'ab musulmonlarning yig'ilib payg'ambar alayhissalomni cho'rdab o'ltirgan yeriga kelib qoldi. Musulmonlar Mus'abni ko'rib boshlarini tuvan silishdi. Hatto ba'zilari yig'lab ketishdi. Chunki uning kiyib olgan kiyimlari bek ko'na, yirtiq kiyimlar edi. Ular Mus'abning islomni qabul qilishdan burunqi esil kiyimlarni kiyib yuradigan kunlarini esiga ilishqa edi. Payg'ambar alayhissalom Mus'abga qarab yiqimliq kulib: "Men Mus'abning Makkada ota-onasi bilan yashagan vaqtini ko'rgan. Ular uni nihoyatda e'tiborlab, rohat-farog'atdan yetkuchi bahramon qilgan edi. Quraysh yoshlarining ichida uningdek e'tiborliq yana biri topilmaydi. Ondan u Allohning rizoligini ko'zlab, ulardan ayrildi va o'zini Allohning payg'ambarining xizmatiga atadi", dedi. Ondan yana so'zini davomlashtirib: "Shundoq bir kunlar keldiki, Alloh sizlarga Paris va Vizantiya, ya'ni Rim imperiyalarining ustidan g'alaba ato qildi. U chaqda sizlar atiganda bir xil kiyim, kechda bir xil kiyim kiysizlar. Atiganlikinglar bir xil tomoq, kechlikinglarga yana bir xil tomoq yeysizlar", dedi. Boshqacha qilib aytganda, payg'ambar alayhissalom musulmonlarning kelgusida boy va kuchli bo'lganligidan va moddiy boyliqlarga yetarli ega bo'lganligidan oldin ola xabar berdi. Qishida o'ltirgan sahobalar so'radi: "Ey Allohning payg'ambari, bizning hozirgi holimiz yaxshimi yoki mol dunyoga erishgandan keyingi holimizmi?" Payg'ambar alayhissalom javoban: "Sizlarning hozirgi holinglar keyingisidan yaxshi. Agar sizlar men bilgandek bildigan bo'lsanglar, hargizmi mol dunyoga o'zinglarni urmaytinglar", dedi. Yana bir qitim payg'ambar alayhissalom sahobalar bilan o'xshash mazmunda paranglashib o'ltirib, ulardan agar ularning atiganda bir xil kiyimi va kechda bir xil kiyimi bo'lsa, hatto Ka'ba butunlay yo'galganga o'xshash uylarni yo'gaydigan yetarliroq bo'lsa, qandoq bo'lganligini so'radi. Sahobalar texim yaxshi sharoitga ega bo'lganligini, chunki qo'rsoq to'q, xohlagancha ibodat qilg'ili bo'lganligini aytishdi. Payg'ambar alayhissalom ularga ularning hozirgi ahvolining keyingisidan ko'p yaxshi ekanligini aytdi. Kishilarni islomga chaqirib 10 yildan keyinmi Makkaliklarning ko'pinchisi islomga yanada dushmanlik pozitsiyasida bo'ldi. Shuning bilan payg'ambar alayhissalom kishilarni iymonga da'vat qilish uchun Toifga bordi. Ammo u qattiq qarashlikka uchrab, shahardan haydab chiqarildi. Islomning istiqbolidan umid oz edi. Bu payg'ambar alayhissalomning Mus'abni islomga bayat qilgan oz sonli musulmonlarga islomni o'gitish va keyingi buyuk hijrat uchun tayyorlik ko'rish uchun Madinaga o'zining elchisi qilib avatgandan keyinroq bo'lgan ish edi.
Mus'ab bu vazifaga payg'ambar alayhissalomga yaqin tuqqanlardan bo'lgan va yoki yosh jihatda cho'ng bo'lgan peshqadam sahobalarning ichidan tanlab avatilgan edi. Shubhisizki, Mus'ab bu vazifaga o'zining isl axloqi, yaxshi mijozi va zehnining o'tkirligi sababidan tanlangan edi. Uning Qur'on Karim bilimlari va uni ajoyib chiroyli va mungli qiroat qilishlari muhim omillardan edi. Mus'ab o'zining vazifasini nihoyat obdan tushunadi. U o'zining kishilarni Allohning diniga va islomning to'g'ri yo'liga chaqirish va yosh yetilayotgan musulmonlar jamiyati uchun territoriya, ya'ni zamin barpo qilishdan iborat muqaddas bir vazifani bajarayotganligini biladi. U Madinaga Xazraj qabilasidan Said ibn Zuraraning tuqqani sifatida kirdi. Ular birlikda kishilarning uylariga, yig'ilishlarga berib, ularga payg'ambar alayhissalom to'g'riliq so'zlab berdi. Islom dinini tushundirdi va Qur'on tilovat qilib berdi. Allohning marhamati bilan ularning ko'pinchisi islom dinini qabul qildi. Mus'ab buningdan nihoyat xushal bo'ldi. Ammo Madina jamiyatining nurg'un kattaboshlari qattiq cho'chib ketishdi. Bir qitim Mus'ab bilan Said Zafar jamoatining beg'idagi quduqning yonida o'ltiradi. Nurg'unlagan yangi musulmonlar va boshqa islomga qiziqadigan kishilarmi ular bilan birga edi. Shu asnoda imtiyozli mo'tivarlardan biri Usayd ibn Xudayr nayisini ko'targunicha kirib keldi. U g'azabdan yerilg'udak bo'lib ketgan edi. Said ibn Zurara uni ko'rib Mus'abga: "U o'z jamoatining boshlig'i. Allah uning qalbiga haqiqatni solsin", dedi. Mus'ab: "Agar u o'ltirsa, uningga so'zlayman", dedi nihoyat salmoqlik bilan. G'azablanib ketgan Usayd Mus'ab bilan Saidni tillab tahdid silishga boshladi. "Sizlar ikkinglar nima uchun bizning oramizdagi ojiz kishilarni buzsizlar? Agar tirik qilishni xohlasanglar, darhol ko'zimdan yo'qolinglar." Mus'ab illiq va do'stonlik bilan kulimsirab turib Usaydga: "O'ltirib anglab boqmamsan. Agar xohlasang va so'zimizdan rozi bo'lsang, qabul qilarsan. Agar xohlamasang, sen o'chkirdigan narsani so'zlashni to'xtatib, bizmi bu yerdan ketamiz", dedi. Usayd: "Gaping o'rinliq", dedi va nayisini yerga sanjib o'ltirdi. Mus'ab uni hech nima qilishga majburlamadi yoki uni ayblamadi. Faqatla anglab beqishga taklif qildi. Agar u rozi bo'lsa, yaxshi bo'ladi. Agar undoq bo'lmasa, Mus'ab ikkilanmasdan uning joyidan va jamoatidan ayrilib boshqa joyga boradi. Mus'ab uningga islom to'g'riliq so'zlab berishga va Qur'on tilovat qilib berishga boshildi. Usayd bir narsa demay turibla, uning nurlanib va tashna bo'lib ketgan chiroyidan qalbiga iymon kirganligini ko'rib bilish tasammas edi. U mundaq dedi: "Bu so'zlar nima degan chiroyliq va nima degan yaxshi. Agar bu dinga kirmoqchi bo'lsam, qanday qilaman?" Mus'ab: "G'usl qilgin, o'zingni va kiyimlaringni pokla, ondan shahodat aytqin, namoz o'qigin", dedi. Usayd bu yerdan chiqib ketib, uzun o'tmayla qaytib keldi. Ondan bir Allohdan boshqa iloh yo'q ekanligiga, Muhammad sallallohu alayhi va sallamning Allohning elchisi ekanligiga guvohlik berdi. Ondan 2 rakat namoz o'qidi. Ondan Mus'abga: "Bir odam bor. Agar u senga agashsa, uning jamoatining hamma kishilari uningga agashidi. Men hozir uni sening yoningga avataman. U Said ibn Muaz", dedi. Said ibn Muaz kelib Mus'abning so'zlarini angladi. U qoyil bo'lib va rozimanlik bilan o'zining Allohga itoat qilganligini jakarladi. Madinadagi yana bir muhim shaxs Said ibn Ubadamu uning bilan birga bo'lib, u Allohning hidoyati bilan musulmon bo'ldi. Uzun o'tmay Madina xalqi xushallik va hayajon ichida bir-biriga Usayd ibn Xudayr, Said ibn Muaz va Said ibn Ubada qatorliqlar bu yangi dinni qabul qilgan yerda biz qandaqmi ularga agashmayli? Biz Mus'abning qishig'i berib iymon etayli.
kishilar uning ikki levi orasidan haqiqat chiqidi deyishdi. Shunda qilib payg'ambar alayhissalomning bu tunji elchisi o'zining vazifasini nihoyat g'alabalik ado qildi. Payg'ambar alayhissalom haqiqatan to'g'ri tanlagan edi. Ayol, qari yosh, kuchlik va ojiz hammaylan uning da'vati bilan iymon etdi. Madinaning tarixi mangulikka o'zgardi. Buyuk hijratga yo'l hozirlandi. Madina nihoyat tezla buyuk islomiy davlatning markazi va asosi bo'lib qoldi. Mus'ab Madinaga kelib 1 yil bo'lmayla Makkaga qaytdi. Bu haj mavsumi edi. Madinalik 75 musulmonmi uning bilan birga edi. Minaga yaqin Aqabada ular payg'ambar alayhissalom bilan uchrashdi. U yerda ular bor kuchi bilan payg'ambar alayhissalomni qo'llaydiganliklarini bildirishdi. Payg'ambar alayhissalom ular iymonda mustahkam tursizlar jannatga kiradiganligini aytdi. Madina musulmonlari qilgan bu ikkinchi qitimliq bay'at keyincha urush bay'ati deb ataldi. Shuningdan tortib ishlar nihoyat tezla yurishib ketdi. Bay'atdan keyin uzun o'tmay payg'ambar alayhissalom diniy jihatda qattiq siqilishlarga uchragan musulmonlarni Madinaga hijrat qilishga buyurdi. Madinada yangi musulmonlar yoki ansariylar xo'shallik bilan ularga panohlik berib, xo'rlangan musulmonlarni homiyligiga oldi. Payg'ambar alayhissalomning sahobalari ichida Madinaga tunji bo'lib kelganlar Mus'ab ibn Umayr bilan Ama Abdullah ibn Maktum edi. Abdullahmi Qur'onni chiroyli tilovat qiladi. Bir ansarning aytishicha, Mus'ab va Abdullah ikkilisi Madina xalqiga Qur'on tilovat qilib bergan edi. Mus'ab yangi jamiyat qurishda ilgirgidekla muhim rol o'ynadi. Biz uning yana bir muhim voqealigini mashhur Badr g'azotida uchirtimiz. Urush oyoqlashganda Quraysh asirlari payg'ambar alayhissalomning qishiga ilib kelindi. U asirlarni bir qism musulmonlarning nazarband qilishiga topshirib berdi. Ularga yaxshi muomala qilinglar, dedi. Asirlarning ichida Mus'abning inisi Abu Aziz ibn Umayrmi bor edi. Abu Aziz bo'lgan ishni so'zlab mundaq deydi: Men bir to'p ansariylarning orasida edim. Ular tamoq yemoqchi bo'lsa, payg'ambar alayhissalomning ularga yaxshi muomala qilinglar degan buyrug'iga bo'ysunib, menga non va xurma beradi. Mening akam Mus'ab ibn Umayr mening yonimdan o'tib qoldi va menga kuzatchilikka qo'yilgan ansariyga uni ching bog'la. Uning onasi nihoyat boy ayol. Ehtimol sen uningdan nurg'un to'lam pulga erishib qilishing mumkin, dedi. Abu Aziz o'z qulqiga ishonmay qoldi. Qattiq hayronlik ichida Mus'abga qarab: "Qarinishim, men to'g'riliq shundoq so'zlarni qilamsan?" deb so'radi. Mus'ab: "Mening qarinishim mana mavi, sen emas", dedi. Shu so'zlari bilan iymon bilan kufrning o'tirsidagi munosabatda tuqqandarchilik munosabatdan iymoniy munosabatning kuchliroq bo'lganligini isbotlab berdi. Uhud g'azotida payg'ambar alayhissalom hozir Mus'abul Xayr deb atalgan Mus'abni musulmonlarning bayrog'ini ko'tarishga buyurdi. Urushning dastlabida musulmonlar ustunlikni egalladi. Ondan bir qism musulmonlar payg'ambar alayhissalomning buyrug'iga xiloflik qilib, o'z o'rinlarini tashlab ketishdi. Mushriklar o'zini o'ngshib olib, qaytarma hujum qo'zg'adi. Musulmonlar qo'shinni patparaq qilib o'tgandan keyin ularning asosliq nishoni payg'ambar alayhissalomni yo'qotish bo'ldi. Mus'ab payg'ambar alayhissalomga kelayotgan cho'ng xavfni tushundida bayroqni egiz ko'tarib tagbir to'g'ildi. Bir qo'lida bayroqni, yana bir qo'lida qilichni ko'tarib Quraysh qo'shinlarining ichiga bosib kirib ketdi. O'ylamagan yerdan bir Quraysh chavandozi yaqin kelib, uning o'ng qo'lini kesib o'tdi. U tuvandagi so'zlarni takrorladi: Muhammad faqat bir payg'ambar. Uningdan ilgirgi payg'ambarlarmi vafot bo'lgan. Shu orqali u payg'ambar alayhissalomga bo'lgan cho'nqur muhabbatini hamda yuqorqidagi faoliyatlarning hammasi
faqat Allohning rizoligi uchun va Allohning so'zini ustun qilish uchun bo'layotganligini ifodaladi. Ondan uning so'l qo'limi kesib etildi. U bayroqni kesib etilgan ikki qo'lining orasiga qisib, o'ziga tasalli berish uchun o'zining yuqorqi so'zlarini takrorladi. Muhammad faqat bir payg'ambar. Uningdan ilgirki payg'ambarlarmi vafot bo'lgan. Shu chaqda Mus'abga bir nayza urildi. U yiqildi. Bayroqmi yiqildi. U har qitim hujumga uchragan chaqda takror aytgan bu so'zlar payg'ambar alayhissalomga mukammal holda nozil bo'lib, Qur'onning bir qismiga aylandi. Urush oxirlashgandan keyin payg'ambar alayhissalom va sahobalar shahidlar bilan qo'shlashish uchun jang maydoniga keldi. Ular Mus'abning jasadining iniga kelganda ko'z yoshlarini to'xtatolmadi. Xabbab rivoyat qilib, ularning Mus'abning jasadini kepanlash uchun o'zining to'nidan boshqa raq topolmaganligini aytdi. Ular uning bilan beshini yugisa, puti o'chiq qoldi. Putini yugisa, beshi o'chiq qoldi. Payg'ambar alayhissalom o'gitib, to'n bilan beshini yuganglar, izhirning yupurmoqi bilan putini yuganglar, dedi. Payg'ambar alayhissalom Uhud g'azotida shahid bo'lgan sahobalarning ko'pligidan to'limi qayg'urib ketdi. Ularning ichida tog'isi Hamzami bor edi. Uning jasadi rahimsizlarcha parcha qilib etilgan edi. Ammo payg'ambar alayhissalom kuchli hayajon ilkida Mus'abning jasadi iniga keldi. U Mus'abning Makkada tunji qitim ko'rgan esli kiyingan salobatlik turqini asildi. Ondan uning hozirgi birdan bir mol mulki jasadini yugalmaydigan to'nidilla iborat bo'lgan jasadiga qaradi. Ondan tuvandagi oyatni o'qidi. Mu'minlarning orasida Allohga bergan va'dasida mustahkam turgan kishilar bor. Payg'ambar alayhissalom nazarni Mus'ab va boshqa sahobalar yotgan jang maydoniga og'dirdi va mundoq dedi: Allohning elchisi qiyomat kuni sizlarning Allohning dargohidagi shahid ekanliginglarga guvohlik berdi. Ondan atrofdagi hayot qilgan sahobalarga burilib: Ey xaloyiq, ularni ziyorat qilinglar. Ularga salom yo'llanglar. Jinim, uning ilkida bo'lgan Alloh bilan qasamki, qiyomat kunigacha qaysi musulmon ularga salom yo'llaydi ekan, shahidlar ularning salomiga javob qaytardi. Assalomu alaykum ey Mus'ab. Assalomu alaykum ey shahidlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Faqat Rabbning rizasi dildagi armonlari Ketdi Umar Usmon nahdi qo'g'dab tek turib Anas ibn Nazirda ummatning polvonlari